videoni ko'rayotganlar obuna bo'lib bittadan layklayni ayamaysizlar. Sizlarga shu qatorda hozir cho'lchaklarimiz ichiligi yashikka o'tayotgan jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Biyagomizlarimizni ham ko'rsatib boramiz. Mana bitta cho'lchaklarimiz nihoyatda ichilashib ketgan. Mana ochib boryapti, faqat cho'lchak chiqyapti betidan. Piyozlar tashlagandik, piyozlar yeb bo'lishdi. Yupqa qilib ochyapmiz buni. Hamma yog'i tuxum, cho'lchak. Mana sapchishini qarang. Zichliklari a'lo darajada. Tepalari to'la tuxum. Mana. Hamma qatlam mana shunaqangi zichlikda. Bu eng kam zichli qatlam. Qolgan joylarda zichliklari nihoyatda ortiq ularni. Mana bu yerda ko'raylikchi. Quyosh ko'rinmayapti telefonga. Ana cho'lchak. Ozuqamiz yaxshiligi cho'lchalar ham semirib ketgan mana. Faqat cho'lchak. Bitta o'zi biyagomizlarimiz tayyor bo'ldi. Cho'lchaklarni yig'ishtirib, biyagomizlarni elash qoldi xolos. Mana piyozlarni ham yeb bo'lgan, puchoqlarni tashlagandik. Piyozlarni ham sevib iste'mol qiladi mana. Tayyor biyagomiz. Qora tuproq. Mana piyozlarga chiqib qo'ygan bitta ham. Mana zichlilar. O'zi ozuqa tugab bo'pti. Yeb bo'lishibdi deyarli. Mana taylarini. Hozir zakaz olgandik. 10 kvadratga. O'shanga sekin cho'lchaklarni yashillarga o'tkazib boryapmiz. Bir yerdan olgandan ko'ra o'tkazganimizda zichligi bundan ham ortiq bo'lar ekan. O'shani hisobiga yashikka zichligini o'tkazib beryapmiz mana. Mana o'zi hamma yog'i biyagomuz. Maydaligini qaranglar. Bu cho'lchaklarda go'ngi asli. Go'ngi o'zlari qayta yeb ishlab chiqaravergan go'nglari. Molli go'ngi yeyilib cho'lchakni go'ngiga aylanib bo'lgan. Hammasi. Tuxumlari ham yaxshi bitta. Yashiklarga o'tkazyapmiz. 6 dona yashik qo'yganmiz. Mana shunga o'tgan jarayonni ko'rsatamiz cho'lchaklar zichligini. O'zi biyagomizdan qilib qo'yibdi. Tepalarini. Qalin qattiq go'nglarni ham tashladik, ularni ham yeb mana biyagomiz qilyapti. Mana cho'lchaklarni zichligi. Mana shunaqangi zichlikda qilib beramiz. Yashikka yaxshi o'tadi. Zichligi qalin bo'ladi. Qiziqqan netganlar bo'lsa, pisanaga telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib nima qilaverasizlar, dastlab kelamiz. Vodiy bo'ylab bepul. 4 ta beraktorimiz o'zi tayyor. 2 kvadratdan oshiq cho'lchaklarimiz bor. Sotuvga ham. Xudo xolasa sentabr oxiriga biyagomuz ham chiqadi.
Begamiz ham bo'ladi. Mana bu beraktırimizni ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu yerdagi cho'lchanglarni ham zichligini. Bu yerda ham o'zi begamiz qilib bo'lgan mana. Kimga qanaqa xolasa, xuddi shunaqa usulda qilib beramiz. Xolasa yashikka o'tkazib beramiz. Xolasa ko'rgan joyidan solib beramiz. Yashikka o'tkazishdan ham ziyoda bo'lib ketibdi mana itlarda. Cho'lchanglar ko'payib, o'zi begamiz ham tayyor bo'libdi. Bir oyda bu yerda ham uzoq qolsa bir oy ichida yeb bo'ladi. Mana qilib yashiklarga o'tkazyapmiz. Yashiklar qo'yganimizga 2 kun bo'ldi. Bu joyimizdan 2 marta o'zi yig'ishtirdik. 5 kvadratdan o'zi cho'lchang yig'ishtirdik. Yashikka o'tmabdi. O'ziga ham chiqmabdi. Mana bundan boshlanibdi o'zi chiqishdi. Yashiklarga mana. Buni yashigimizga ham chiqib. Mana cho'lchanglarni uchish jarayoni. Belvog'iga qo'shilishib, belvog'ini arasiga kirib borib, bir bilan uchuydi bular. Mana tuxumi aka. Tuxumi. Mana shu tuxumidan 7 tadan 15 tagacha cho'lchang chiqadi. Kamida. Mana yashiklarga yaxshi o'tibdi. Hamma beraktırlarimiz tayyor o'zi. Cho'lchanglar bor. Bemalol telefon qilib boraverasizlar. Dastlabkilarimiz, yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Cho'lchang boqishdan maqsad tabiiy, toza o't ishlab chiqarib berish, o'zimiz sog'lig'imiz uchun, salomatligimiz uchun bu yerda nihoyatda tuxumlar ko'p ekan. Misol pomidor, bodringlarga o't solishadi. Bu o'tga ishlamaganlar ximikat bilan poliz ekinlarni hammasini tayyor qilishadi. Bu begamiz ichida hamma ximik narsalardan a'lo tabiiy nimani o'zi borligi uchun bu ximikatlardan ham kuchli. O'shaning uchun ko'pchilik olyapti cho'lchangni. Cho'lchangni ko'payib ketsa kimga sotaman? Kim oladi? Nima qiladi? deb savol berishyapti. Cho'lchang boqishdan maqsad begamiz ishlab chiqarish, sotish. Begamizga talab nihoyatda kuchli. Begamizga nihoyat talab kuchli. Qiynalmasdan sotaverasizlar o'zlaringni. Misol begamiz tayyor qilgandan keyin o'zlari kelib olib ketishadi. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Bizni kuzatib borganlaringiz uchun hammalarga rahmat.